5-sinfni bitirib 6-sinfga o'tgan paytlarimiz qadimgi tarix yoki umumiy tarix degan darslik kiritilgan edi. Men bu kitobni juda ham qiziqib o'qib chiqqan edim. Hali darslik misol uchun boshlanib hali o'rtasiga yetmasidan men u kitobni 2-3 martalab o'qib chiqqan edim. To'g'ri, to'liq emas. O'zimga yoqqan mavzular, o'zimga yoqqan davrlarni o'qib chiqqan edim. Bu mavzular Misr, qadimgi Misr, qadimgi Rim, qadimgi Yunoniston, shu Yunonistonning eng rivojlangan paytlari, antik davrlar. Bularning ichida meni eng qiziqtirgani Misr ehromlari bo'lgan. Misr ehromlarini sira maktab paytlarimizda, endi hozir maktablarda qanaqa bilmadim. Biz o'qib yurgan paytlarimizda maktabda sinflar aro, endi yuqori sinflar bo'ladi, 7-chi, 8-chi, 9-chi. O'sha sinflar orasida zakovat musobaqasi o'tkazilardi. Shunda bir bolaga esimda qadimgi Misr ehromlari siri degan kitob sovg'a qilishgan edi. Juda havasim kelgan edi. Bugungi suhbatimizda shu ehromlar haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman, qiziqarliroq qilib zeriktirmaslik uchun. Ehromlar haqidagi suhbatimizni boshlashimizdan oldin Fir'avnlar talqi la'nati haqidagi afsonani ozgina aytib bermoqchiman. Bu gap qayerdan kelib chiqqanini ko'pchilik bilsa kerak, endi bilmaganlarga shunchaki ma'lumot o'rnida keltirib o'tmoqchiman. Fir'avnlar talqi la'nati degan gap Fir'avn Tutanxamonning daxmasini ochishda qatnashgan odamlarni birin-ketin vafot etishlari bilan talqinlanadi. Bu qanday bo'lgan? Howard Carter degan ingliz olimi daxmani birinchi bo'lib topganida maqbaraning kirish eshiklari qadimiy muhrlari buzilmasdan qariyb 3300 yil davomida qanday bo'lsa shunday holatda turganini ko'radi. Bu esa qabrga uzoq asrlar davomida hech kim kirmaganini isbotlaydi. Endi taxminlar bo'yicha daxmaning ichida har xil mikroblar, viruslar yashagan bo'lishi mumkin va qazilma ishlarida qatnashgan odamlarning organizmiga kirgan bo'lishi mumkin. Endi maqbarani ochish jarayonida qatnashgan boshqa insonlarning yoshi ancha katta bo'lgan. Qazilma ishlarini to'g'ridan-to'g'ri bajargan odamlarni demoqchi emasman, olim sifatida qatnashgan boshqa odamlarni nazarda tutganda. Ya'ni qarib qolgan insonlar edi. Howard Carterning o'zi esa ularga qaraganda ancha yosh va baquvvat bo'lgan. Shuning uchun uning uzoq va sog'lom yashashda hech qanday sirli yoki sehrli sabab yo'q. Shu bilan birga qazilma ishlarida qatnashgan boshqa yoshi katta olimlarni ham o'limida hech qanday g'ayritabiiy hodisa yo'q. Ularni yoshlari adashmasam 68-78 shunaqa 80 ga yaqinlashib qolgan yoshi katta olimlar bo'lgan. Mikroblarga qarshi immunitet degan narsa ham bor. Endi maqbara ichida qadimiy mikroblar va zaharli mog'orlar bo'lgan deb hisoblasak ham, bu narsa Carterga zarar yetkaza olmas edi. Chunki u ko'p yillar davomida sahroda tinimsiz qazilma ishlarini olib borgan, ko'plab qabrlarni o'rgangan. Natijada uning organizmi bunday muhitga o'rganib qolgan va unda kuchli immunitet paydo bo'lgandi. Ehromlar mavzusiga qaytsak, oddiy chuqurlikdan samoviy cho'qqigacha. Ko'p odamlar fir'avnlar birdaniga ulkan piramidalarni qurishni boshlagan deb o'ylashadi. Yo'q, bu noto'g'ri tasavvur. Giza platosidagi mukammal me'morchilikka erishish uchun qadimgi misrlik muhandislar bir necha 100 yil davomida tajriba o'tkazishgan, xatolarga yo'l qo'yishgan va ulardan xulosa chiqarishgan. Piramidalar tarixi dastlab mastaba deb ataladigan oddiy qabrlardan boshlangan. Qadimgi Misrning 1 va 2 sulolalari davrlarida fir'avnlar vafot etganda ularni yer ostiga ko'mib, ustiga pishmagan loy g'ishtdan to'rtburchak shakldagi usti tekis uychalar qurishgan. Bu uychalar uzoqdan ulkan skameykaga o'xshab ko'ringan va ularni mastaba deb atashgan. Biroq 3-sulola davriga kelib taxtga fir'avn Yoser o'tiradi. U o'zi uchun tarixdagi eng ulkan
va hech kim ko'rmagan qabrni qorishni xohlaydi. Uni bosh vaziri va bosh me'mori bo'lgan Imhotep ismli daho olim birinchi marta inqilobiy g'oyani o'ylab topadi. U shunchaki loyg'ishdan emas, balki qattiq toshdan foydalanishga qaror qiladi. Imhotep bitta tosh mastabaning ustiga ikkinchisini, keyin uchinchisini, jami 6 ta qavatni ketma-ket joylashtirib chiqadi. Natijada dunyodagi birinchi zinali piramida paydo bo'ladi. Uning balandligi 60 metrdan oshadi. Bu insoniyat tarixida toshdan qurilgan ilk ulkan arxitektura asari edi. Yoserdan keyingi fir'avnlar ham buni davom ettirishga intilishadi. Masalan, fir'avn Snofru davrida quruvchilar piramida burchagini juda tik qilib yuborishadi. Natijada qurilish paytida bino og'irlikni ko'tara olmay, devorlari qiyshayib qoladi. Tarixda bu bino qiyshiq ehrom deb ataladi. Muhandislar xatolarni darhol tushunishadi va keyingi safar burchakni pasaytirib, mutlaqo tekis va silliq bo'lgan qizil piramidani qurishadi. Mana shu uzoq izlanishlar va xatolar zanjiri oxir-oqibat Gizadagi buyuk mo'jizalarning yaralishiga zamin yaratadi. Nima uchun aynan ehromlar? Endi shu ehromlarni muhim falsafiy savoliga javob izlasak, qadimgi misrliklar nima sababdan bunchalik katta boylik, vaqt va minglab toshlarni aynan qabr qurishga sarflashgan? Buning javobi ularning diniy dunyoqarashi va inson ruhi haqidagi tasavvurlarga borib taqaladi. Qadimgi misrliklar uchun bu dunyodagi hayot qisqa va vaqtincha, o'limdan keyingi hayot esa cheksiz va abadiy bo'lgan. Ular inson vafot etgandan keyin uning ruhi yashashda davom etadi deb ishonishgan. Ammo bir shart bor edi. Ruhi yashash uchun uning yer yuzidagi tanasi, jasadi butun va buzilmay saqlanishi kerak edi. Aynan mana shu ishonch tufayli mumiyolash, ya'ni balzamlash san'ati paydo bo'ldi. Fir'avn esa oddiy inson hisoblanmagan. U xalq ko'z o'ngida mutlaqo obro'li va juda ham qudratli shaxs bo'lgan. Agar Fir'avn vafot etgach, uning jasadi xavfsiz joyda saqlansa va uning ruhi osmonga, yulduzlarga eson-omon yetib borsa, butun Misr davlati xavf-xatardan himoyalanadi deb o'ylashgan. Agar Fir'avn ruhi halok bo'lsa, Nil daryosi quriydi, ocharchilik boshlanadi va davlat urushlar girdobiga g'arq bo'ladi degan qo'rquv paydo bo'lgan. Piramidaning tepaga qarab turib torayib ketuvchi shakli ham ramziy ma'noga ega. Agar siz bulutlar orasidan tushayotgan quyosh nurlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, ular yerga xuddi uchburchak shaklda soyabon bo'lib tushadi. Piramida bu toshdan yasalgan quyosh nuridir. U Fir'avnning ruhi osmonga, yulduzlar turkumiga o'tib ketish uchun qurilgan ulkan koinot portali yoki shunchaki zinapoya vazifasini o'tagan. 3 ta eng katta ehromlar. Endi dunyoga eng mashhur bo'lgan va bugungi kunda ham millionlab sayyohlarni o'ziga jalb qilayotgan Giza platosidagi 3 ta buyuk piramida bilan yaqindan tanishsak. Xeops yoki misrliklar tilida Xufu ehromi. Bu piramida muhandislikning eng yuqori cho'qqisidir. U qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lib, bugungi kungacha buzilmay yetib kelgan yagona obidadir. Uning dastlabki balandligi 146 metr bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan tepasi yemirilib, hozir taxminan 108 metrlarcha qolgan. Tasavvur qiling, deyarli 4000 yil davomida yer yuzida undan baland sun'iy bino bo'lmagan. Uning asosi shunchalik kattaki, u yerga Londonning mashhur ibodatxonalari, Rimdagi Kolizey va yana bir nechta yirik binolar bemalol bir vaqtning o'zida sig'ib ketadi. Piramidaning ichida 3 ta katta xona bor. Eng pastdagi yer osti xonasi, o'rtada qirolicha xonasi va yuqoriroqda Fir'avnning o'z xonasi joylashgan. O'rtadagi qirolicha xonasi bu tarixdan shunday nom bilan atalib kelinadi. Aslida Fir'avnning ayollari bu yerga umuman dafn qilinmagan. Ehrom faqat Fir'avnning o'zi uchun edi. Xeopsning o'g'li Xafren, ya'ni Xafra ehromi. Bu ehrom Xeopsning o'g'li
fir'avn Xafra tomonidan qurilgan. U otasining ehromidan biroz kichikroq, ya'ni 136 metr. Biroq Xafra uni balandroq tepalikka qurishni buyurgani sababli uzoqdan qaraganda xuddi eng kattasidek ko'rinadi. Bu ehromning o'ziga xosligi shundaki, uning eng yuqori qismida dastlabki silliq ohak tosh qoplamasining parchalari saqlanib qolgan. Xafra piramidasining yonida uning abadiy qo'riqchisi, dunyoga mashhur katta Sfinks haykali yotibdi. U yaxlit qoya toshdan yo'nilgan bo'lib, sher tanasi va fir'avn yuziga ega. Uzunligi 73 metr bo'lgan bu ulkan maxluq har kuni ertalab chiqayotgan quyoshni kutib oladi va qabrlarni dushmanlardan himoya qiladi deb ishonilgan. Mikeri yoki Menkaure ehromi. Uchlikning eng kichigi bo'lib, balandligi taxminan 65 metrni tashkil qiladi. U Xafraning o'g'li tomonidan qurilgan. Garchi u kichik bo'lsa-da, uni qurishda juda qiyin bo'lgan va uzoqdan Aswan shahridan olib kelingan qizil granit toshlardan foydalanilgan. Bu esa uning juda qimmatga tushganidan dalolat beradi. Qurilish sirlari. Endi esa eng qiziqarli va ko'pchilikni o'ylantiradigan savolga o'tamiz. Hech qanday zamonaviy texnikasiz, faqat qo'l mehnati bilan bu ishlarni qanday uddalashgan? Ko'p odamlar chiday olmay buni o'zga sayyoraliklar qurgan yoki sehrgarlik ishlatilgan degan afsonalarga ishonishni afzal ko'rishadi. Ammo zamonaviy ilm, fan va arxeologiya buni oddiy insonlar aql va mehnat bilan qilganini isbotladi. Keling, Xeops piramidasining raqamlariga e'tibor beramiz. Uni qurish uchun 2.300.000 dan ortiq ulkan tosh blok ishlatilgan. Har bir toshning og'irligi o'rtacha 2-2,5 tonna. Eng kattalari, ya'ni fir'avn xonasining tepasiga qo'yilgan granit toshlar esa naq 80 tonna keladi. Xo'sh, muhandislar bu jarayonni qanday tashkil qilishgan? Biz buni 4 ta asosiy bosqichga bo'lishimiz mumkin. Toshlarni kesish va tayyorlash. Misrliklar toshkonlardan toshlarni kesib olish uchun bronza va mis arralaridan, shuningdek qattiq kvarts qumidan foydalanishgan. Toshlarni tekis bo'lish uchun qiziqarli usul qo'llanilgan. Toshdagi kichik tarqishlarga quruq yog'och xandalar urilgan va ustidan suv quyilgan. Yog'och suvni shimib, shishgan va ulkan toshning chiziq bo'ylab silliq qilib yorib yuborgan. Toshlarni daryo orqali tashish. Aksar toshlar Nil daryosining narigi qirg'og'idan olib kelingan. Buning uchun maxsus yuk qayiqlar yasalgan. Misrliklar Nil daryosining har yili yuz beradigan suv toshqinidan unumli foydalanishgan. Suv ko'tarilganda qayiqlar to'g'ridan-to'g'ri ehrom qurilayotgan tepalikning poydevorigacha suzib kelgan. Sahroda sudrash usuli. Toshlarni qum ustida g'ildirakli aravalarda tashish imkonsiz edi, chunki g'ildirak og'ir yuk bilan qumga botib qolardi. Shuning uchun ular toshlarni ulkan yog'och chanalarga ortishgan va arqonlar bilan tortishgan. Yaqinda qadimiy devoriy suratlarda bir sir oshkor bo'ldi. Chananing eng oldida turgan ishchi qum ustiga doimo suv sepib borgan. Olimlar fizik tajribalar o'tkazib, agar qum to'g'ri miqdorda qo'llansa, ishqalanish kuchi 2 barobarga kamayadi. Bu esa toshni sudrashni ancha osonlashtirishini isbotlashdi. Tepaga ko'tarish, ya'ni panduslar. Toshlarni yuqoriga chiqarish uchun ehrom atrofida loy, g'isht va qumdan yasalgan ulkan qiya yo'laklar, panduslar qurilgan. Piramida har bir qavatga ko'tarilgan sari bu yo'laklar ham balandlashgan va uzaytirib borilgan. Qurilish butunlay tugagandan keyin bu millionlab tonna qum va loydan iborat yo'laklar buzib tekislanib tashlangan. Bundan tashqari, ehromning poydevorini mukammal darajada tekis qilish uchun ular maydon atrofida suv bilan to'ldirilgan ariqchalar qazishgan. Suv sathi orqali yerning qayeri baland, qayeri pastligini aniqlab, mutlaqo tep-tekis maydon hosil qilishgan. Bu bugungi kun muhandislari ham hayratda qoldiriladigan darajada daholikdir. Quruvchilar kimlar edi? Qamchilar ostidagi qullarmi yoki mohir ustalar? Uzoq yillar davomida, hattoki mashhur Gollivud filmlarida ham ehromlarni 10 minglab baxtsiz qullar och-nahor holda askarlarning qamchilari ostida majburlanib qurgan degan fikr singdirilib kelindi. Bu tasavvurning paydo bo'lishiga
qadimgi Yunon tarixchisi Gerodotning asarlari sabab bo'lgan. Chunki u Misrga qurilishdan 2000 yil o'tib kelgan va xalq og'zidagi afsonalarni yozib ketgan edi. Biroq 20-asrning oxirida arxeologlar Giza piramidalari yaqinida ulkan bir quruvchilar shaharchasi va ularning qabristonini topishdi. Ushbu kashfiyot tarix darsliklarini butunlay o'zgartirib yubordi. Tekshirishlar natijasida quyidagi haqiqatlar aniqlandi. Erkin fuqarolar piramidalarni qullar emas, balki davlat tomonidan yollangan erkin professional ustalar va oddiy dehqonlar qurgan. Dehqonlar yilning ma'lum bir davrida Nil daryosi toshib, o'z yerlarida qishloq xo'jaligi ishlari to'xtab qolgan mavsumda qurilishga jalb etilgan. Ular buni o'z davlatiga bo'lgan shunchaki burch deb bilishgan. Quruvchilar shaharchasidan topilgan hayvon suyaklari shuni ko'rsatadiki, ishchilarga har kuni tonnalab eng sifatli mol go'shti, qo'y go'shti, yangi non va pivo tarqatilgan. Ular juda to'q va quvvatli bo'lishgan. Aks holda bunday og'ir jismoniy mehnatga dosh bera olishmasdi. Eng hayratlanarlisi shundaki, qabrlardagi ishchilarning suyaklarini rentgen orqali tekshirishganda ularga o'sha davr uchun eng yuqori darajadagi tibbiy yordam ko'rsatilgani ma'lum bo'ldi. Suyagi singan ishchilarning suyaklari shunchalik tekis va mohirlik bilan taxtakachlab davolanganki, ular hatto tuzalib, qurilishda ishlashda davom etishgan. Shuningdek, miya va suyak operatsiyalarini boshdan o'tkazib, uzoq yashagan ishchilarning jasadlari ham topiladi. Hech bir davlat qullarga bunday g'amxo'rlik qilmagan bo'lardi. Piramidalar haqida kutilmagan va qiziqarli faktlar. Tashqarida sahro quyosh ostida havo harorati +50 gradusgacha ko'tarilib, odamni yondiradigan darajada issiq bo'lsa ham, ehromlarning ichki xonalarida harorat har doim bir xil, mutlaqo 20 daraja iliqlik atrofida turadi. Bu qadimgi arxitektorlarning shamollatish tizimini qanchalik mukammal loyihalashtirganidan darak beradi. Bugun biz ko'rib turgan ehromlar sarg'ish, jigarrang va g'adir-budur toshlardan iborat. Ammo dastlab ular qurib bitkazilganda usti maxsus sayqallangan, oppoq ohaktosh bilan qoplangan. Quyosh nurlari unga tushganda ehromlar xuddi ulkan javohirdek porlab, o'zidan nur taratib turgan va ularni o'nlab kilometr uzoqlikdan ko'rish mumkin bo'lgan. Afsuski, keyingi asrlarda yuz bergan zilzilalar natijasida bu qoplamalar ko'chib tushgan. Qohira shahrining keyingi hukmdorlari esa bu tayyor oq toshlarni shahar ichida masjidlar va saroylar qurish uchun tashib ketishgan. Qaysidir ma'noda bu mutlaqo to'g'ri qaror.